Altın Keş Abduri Halide İsrail Roman Asım Altı 18. Bab Aql farosatlik ata-bobolar bu dunyoning ishlarini birikam dunyo degan hikmat bilan ajoyib xulosalab qo'yishgan ekan. İnsanning to'qqizi tal bo'lmaymish. Tal bo'lay deganda taqdir tarozi yana uni qonuniyati bo'yicha tangshab qo'yarmish. Og'inlar bilan o'ltirgan so'rinda mushu gap bo'lib qoldi. Shuning bilan yillardan buyon mushu so'rinda bo'lib kelgan, o'lib ketgan yoki hayotlarning kechirmishlaridan bilginimizni birar qurib aslashdik. Buningdan ko'p yil ilgari jahon o'ngshilishga yuzlangan kunlarda bir necha dongliq shoir bilan bir necha dongliq muzikant o'zlaridagi ma'naviy ehtiyoj tufayli bir so'ringa jam bo'lishgan ekan. Shoirlar go'zal kuylardan ilhom olib, charchab, taljiqqan jismi va ruhini quvvatlantirishga muhtoj bo'lgandek, muzikantlarmi go'zal misralar va hikmat durdonlariga tashna ekan. Demismi shoir bilan muzika hissiyot, ruh va tasavvur, go'zallik va ritm jihatdagi aloqalari bilan tashqi ko'rinishi bir-biriga ancha o'xshab ketmaydigan qo'shkezaklardir. She'r bilan muzikani ishga kuch qilgan bu so'rin goh kengayib, goh tarayib, hozirga qadar talay ishqa shohid bo'libdi. O'zimni olsam, menmi eng burunqi shohidlarning biri ekanman. U chaqlarda men so'rindagilar ichida yosh hisoblanatdim. Meni bu so'ringa janubda birga ishlagan yiliqi donliq muzikant boshlab kirgan edi. Shoirlar bilan asl tanishliqim bo'lganlikdan men bu so'ringa tez o'zlashib ketgan edim. Yosh bo'lganligimda boshqalarga yordamlashadigan, tashkillaydigan ishlarga ko'proq kuch chiqardim. So'rinlarda asosan cho'nglarning so'zlariga quloq solib, naqsh musiqalardan huzurlanib o'tirardim. Ularning ko'p qismi vahima, o'ngsizlik, turmush baxtsizliklari ichida yashadi. Biz ularning baxtsizliklaridan emas, ushshaq-tushak g'amlari, bosh og'riqlari, xo'rliqlari, xotinlari bilan bo'lgan talash-tortishlardan xabardor edik. Biz ularning 2-chi, 3-chi qatimliq to'ylariga, farzandlarining hatto nevaralarining to'ylariga boratdik. Birlikda kasallarni yo'qlaydik. Keyin bir-birlab u olamga o'sishga boshladik. Ular ajoyib odamlar edi. Doktorxonada oksigenda nafaslanib, aran yotgan bo'lsa, bizni ko'ribla burundagi naychilarni ilib tashlab, jonlanib ketadi. Hatto birara pada chelib berishga ulguradi. Yana ba'zilari bu haftasi chiroyli, pokiz kiyinib, so'rinda hammamizni hozirlantirib o'tirgan bo'lsa, yana bir haftasi jahonni un-tinsiz tashlab ketib bizni cheksiz qayg'uga soladi. Ashu shoir, muzikant aqallarning hech qaysisi boshqalar havas qilgudek baxt ichida yashab baxmadi. Ularda faqat boshqalar havas qiladigan nom atoqlar bor edi. Undaqda hozirqilarchi. Bir birodarimiz qo'liga qog'oz qalam ilib, so'rinda o'tirgan har birimizning turmushimizdagi ortiq kam taraflarini tizimlashga boshladi. Bu yerdagilar hammamizga yosh, qabul, yeb ichadigan, turmush huzurini suradigan vaqtlarimizda 2-4 tal maoshdan quli bo'lib, tar, qistan uylarda namratlik, jafo mushaqqat o'tgan. Cho'ng bo'lib, futbolning mag'duri qashqanda oz to'la yaxshi kunlarni ko'rganlardan ekanmiz. Bunga shukr. Lekin har birimizning yana bir muncha boshqa qiyinchiligimizmi bor ekan. Bir aylan yaqinda qadinas ayoldan ayrilibdi. Uchining uyida ayoli yoki bola chaqisidan birsi ig'ir kasal ekan. Ikkisining bolasi bangbosh cho'ng bo'libdi. Ota-onasiga ko'rmaganini ko'rsatib etibdi. Ikkilan qatma-qat qarzga bo'lgan ekan. Qarz to'lash uchun pul tejab
g'o'rgul turmush kechirib etibdi. Biz hammamiz baxtli deb biladigan, amal martabining ro'yatini yetkich ko'rgan, ba'zida o'zining o'ziga havas qilib qoladigan bir birodarimiz bugun o'zining biz o'ylagandek baxtli emasligini, bir umr ayolning ro'yi zulmiga chidab yashab kelganligini, endi bolalar cho'ng bo'lganda ajrashmoqchi bo'layotganligini deb soldi. Hammamiz cho'chib ketdik. Ammo hech qaysimiz bir narsa deyolmadik. Shu chaqda men o'lib ketgan ayolim Nur Aloni o'yladim. Uning bilan tanishgan, muhabbatlashgan yillarni, yangi to'y qilgan vaqtlarimizni, keyni-keyndan tug'ilgan bolalarimizning qandoq cho'ng bo'lganligini, ikki mangsi qip-qizil, sog'lom ko'rinadigan Nur Aloning shu bolalarning orqasida yurib, qachonlardadir uruq, ojiz, chochlari oqargan bir onaga aylanib qolganligini o'yladim. Hayotida tuzuk rohat ko'rmagan, uyim, bolalarim deb birdam tinim topmay ishlab o'tgan bu bahosiz ayol hayotlik energiyasi baldirli xo'rab, ko'zlari o'chish oldidagi shamdek pildirlab qolgan chaqdirdimi, o'zining kesilini o'ylamay bizning g'amimizni yegan emasmidi? U hayotning oxirgi soatlarida menga 3 ishni, meyitini o'lchaga yo'tkab, ota-onasining yeniga qo'yishimni, mening yaxshi ayoldan birini tepib tezroq o'ylanishimni, bolalarga oxirgacha yaxshi qarashimni vasiyat qildi. Men uning oxiratdagi ishlarini o'z orzusi bo'yicha o'rinladim. Ayolim o'lib ketib, 3 yildan keyin urug' tuqqan tanishlarning tavsiyasi bilan qayta uylandim. Bolalarimga ko'proq ko'ngil bo'lishga, ular ortidagi mas'uliyatimni ado qilishga tirishdim. Hozir ularning hammasi mustaqil hayot yo'liga qadam qo'ydi. Hammasining o'ziga yarasha baxt, baxtsizligi, xushallig'i va g'amlari bor. Ularning menga ko'p ehtiyoj tushmasimi, bir dodining qo'llashi va yo'l ko'rsatishiga muhtoj bo'lgan chaqlarda men ularning yanida. Xuddi muhabbat o'zi ko'ni narsa, har yurak uni yengilar deganlardek, hayot ko'ni narsa. Har bir inson bolasi uni yengilg'ichidir. Dunyoning qanchalik taraqqiy qilishidan, maishatlarning qanchalik ko'payishidan qat'iy nazar, inson mayli u ibtidoiy davrdagi daraxt yo'pirmoqlarda badanni to'sib shoxlardan yasalgan kabida yashag'uchi bo'lsin, yoki zamonaviy jamiyatning muallaq qasrlarida yashag'uchi bo'lsin, hayotida eng oddiy bir narsaga, mehr muhabbatga tashna bo'lib yashaydi. Mehr muhabbat xuddi koinotning tortish kuchidek insonni, hayotni bir-biriga bog'lab turadi. Mehr muhabbatsiz inson baxtsiz insondir. Men bolalarimning bu xil baxtsizlikdan yiroq bo'lishini tilayman. Uzoqdan buyon og'rib yotgan bir so'rindishimiz oxir omonatni topshirib Allohning dargohiga ketdi. Ko'p qismimiz uni uzitib tuproq beshiga chiqdik. Birodarimizni yerlik qo'yib bo'lganda bir nechimiz avtobus bilan qaytishni xohlamay qabrlarni aralab piyoda mangdik. Dal-daraxt, gullar bilan birikilgan qabrlarning orasidan ilingan salqin, ozod yo'llarda ketayotganimizda qadamda bir uchrab turadigan tonish bilishlarning ismlari bilan xuddi men kichigimdan biladigan Urumchi, mang tonish bo'lgan bir dunyo asta-asta mushu bo'stonliqdagi tinch yer osti dunyoga ko'chirilayotgandek bilindi. Bu bir cho'ng ko'chish edi. Biz, men, ikki yozuvchi birodarim, yana bir shopir birodarimiz bu cho'ng ko'chishga qarab sukut ichida o'tib ketyotgandik. Bu ko'chish bizdan uncha yiroq emas. Faqatla navbat texi kelmagan edi xolos. Shu chaqda tuyuqsiz xiyolimga mushu yilning oxirida yana bir qizimning to'yini qilmoqchi ekanligim keldi. Bu keyingi ayolimning eng kichik qizi edi. 4 yildan beri Halima ikkimiz uning 2 bolasining to'yini qildik.
Bu to'ylar menga o'tgan hayot, o'tgan ishlar qaytilayotgandek tuyg'u bergan edi. To'ylar bilan ruhlanib, o'zimni yashirib qolgandek sezatdim. O'ylab qarasam, hayot to'ylar bilan davomlashadi ekan. To'ylar bilan ma'nisi va rangdorligini topadi ekan. Hayot hammamizni musibatdan to'ylarni ko'proq ko'rishga nasib qilg'ay. Halima qaytib keldi. U yolg'iz emas edi. Tojikistonda o'ltiraqlashib qolgan akasi bilan uning o'g'lini birga elib keldi. Aytishlaricha, ular aka-inilar birlashib bir xalqaroliq shirkat qurgan bo'lib, Yevropa ellariga berib kelib turadi ekan. Shuncha jahon ko'rganligiga qaramay, ular Urumchining taraqqiyotiga bo'lgan hayronligini yushira olmadi. Albatta, uning ko'zi tutayotgani egiz binolarning ko'pligi edi. Halimaning akasi Urumchini ko'p yil ilgari ko'rgan bo'lib, esida tutak bosgan muzliq bir shaharning xotirasi saqlanib qolgan ekan. U bu qitim o'zlarining binolarining chiroqlari yiqilishga boshlagan paytda Urumchiga kirib kelganligi, o'rmondek binolarning orasida ketib o'tib, o'zini Amerikaga berib qolgandek sezganligini hayajon bilan so'zladi. Atsin tortib, u odamning buncha bola tez suratda ko'payib ketganligini ko'rgandan keyinla bu tez taraqqiyotning tegiga yetganligini, Urumchining hozir dunyodagi odam eng ko'p, qatnash eng qistan shaharlarning biri bo'lib qolganligini so'zlashga tushdi. Uning aytishicha, o'z ko'p borgan Yevropa allaridagi qadimiy madaniyatli shaharlarda egiz binolar sanoqli bo'ladi ekan. U yerlarda zamonaviy egiz binolar bilan qadimiy uslubdagi binolar, muzeylar, oddiy odamlarning erkinligi va o'zgachiligini ifodalaydigan xilma-xil uslub shakldagi turalg'i uylar, do'konlar, kichik o'rmonlar, chimliq, gulliklar garalashib ketgan bo'lib, xili cho'ng shaharlarning yeshillikning ko'pligidan qaramaqqa zamonaviy cho'ng yezlar o'xshab qoladi ekan. U yerlarda odam oz, muhit saf bo'lib, qatnash va boshqa jihatlarda odamlar uchun qulaylik bo'lish birinchi o'rin qo'yildi ekan. Keyingi kunlarda u Jungoning, bo'libmi Urumchining ish bajarish sur'ati va rasmiyatlardan qaqshab yurdi. Hammadan qaytib ketishga jabdulanayotgan kunlarda oxirgi qandaqdir rasmiyatlarning bitishini saqlab o'ltirib, ishgan bir quta sap sut tufayli doktorxonada yetishga majbur bo'lganligi uning barliq ishonchisini yo'qqa chiqardi bo'lg'ay, u endi taraqqiyot haqida, qandaqdir yangi hamkorlik haqida og'ziga tegmagan holda so'zlamas bo'ldi. Men ulardan Tojikiston va boshqa yangidan qurilgan davlatlarning ahvolini, u yerlarda yashayotgan qarindoshlarimizning hol kunning qanday bo'layotganligini so'radim. Chunki u yerlarda mening ikki hadam, ularning bola chaqlari yashaydi. Ancha-muncha xat yozishib turgandan boshqa ularning bu yoqlarga kelmaganligiga xeyli yillar bo'lib qolgan edi. Mehmonlarimiz u davlatlarda ishlarning boshidan iziga tushayotganligi, garchi ba'zi jihatlarda ilgari vaqtlarga yetmasa-mu, erkinlik, fursatning ko'payganligi, ko'p yangilik va o'zgarish bo'layotganligi, Qozog'istondagi Uyg'urlar ichidanmi cho'ng korxonachilar yetishib chiqayotganligini so'zlab berdi. Bu gaplardan shu narsa ayon bo'ladiki, asrlar bo'yi izidan chiqqan tabiiyligidan halqagan holatning asliga kelishi eng cho'ng taraqqiyot edi. Yangi qurilgan bu davlatlarning oldi agir-to'qay yo'llar, qiyinchiliklar ko'p bo'lsa-mu, hamon bir kuni dog'dam yo'llar ichilmay qolmaydi. Biz oqshimi xeyli vaqtlargacha kolxoz, kommuna davrlarining sinfiy kurash diktaturasi ostidagi yillarning parog'ini silishdik. Bu har ikkala tarafdagi kishilar uchun o'rtaq tema edi. U davrlarga oid kechmishlar, aslimalar yuraklarning qat-qatiga o'rnab ketgan edi. Endi turizmning gaplari moda bo'lmoqda. Uning oid xabarlar atrofimizda uchib yurmoqda. Yenimizda muglab o'tirgan Halima mehmonlarga yaxshi tush tilab uxlag'ili chiqib ketdi. Orqadilla
o'g'ilmi balduroq aram olmoqchi ekanligini aytib qo'zg'aldi. Yana bir pas tog'dan bag'dan paranglashib o'ltirdi. Mehmon ichida bir ishqa dalag'ul bo'layotgandek, qandaqdir bir gapni tegisi bo'lsa-mu, qandaq deyishni bilmayotgandek holatda birdan o'ltirib, oxir ig'iz ochdi. Siz balkim Amina ismli bir ayolni taniysiz-ku deyman. 1962-yili Sovetga chiqib ketgan Do'ng mahallik. Yuragim jiqqada qilib qoldi. Shuncha yildan buyon Aminaning ismini yod birsidan anglayotdim. Opam hayot vaqtida uning u yoqda uzoq yil bo'ytaq yurib, oxiri xotini o'lib ketgan ikki balliq bir odam bilan to'y qilganligini so'zlab bergan. Bu xabarni anglab, yuragimdagi tosh oxiri yerga tushgandek bir xil tuyg'uda bo'lgan edim. Aminamu albatta taniyman. U yaxshi turib dedim. Ovozim o'zimga bo'lakchala sun'iy to'lib ketdi. U bultur tugab ketdi. U mening ayolim edi. Uningdan 2 bolam bor edi. U menga sizlarning ishinglarni so'zlab bergan. U sizni yaxshi ko'radi. Ammo u bak esil, sadoqatman ayol edi. Bolalarim va biz hammamiz uningga qarzdor. U barlig'ini bizga otadi. Men uning hurmati uchun bu gaplarni sizga yetkazishni loyiq topdim. Ikkimiz Aminaning ro'yiga atab duo qildik. Mehmonga tasalli bergim kelgan bo'lsa-mu, nima deyishimni bilmadim. Sukut ichida bir-pas o'ltirdik. Mehmon namlashgan ko'zoynagini surtib etib, xayrlashib, yotoq uyga kirib ketdi. U erta saharda bu yerdan Tojikiston poytaxti Dushanbega qarab uchidim. Men uning vujudidan o'z tuprog'imizda yashayotgan bizlar yo'qotib qo'yganimizga uzoq bo'lgan bir narsani, o'ziga bo'lgan ishonchni bayqadim. Uzoq yillarda bo'ronda qolgan qamg'oqdek tamtirab yurgan bu kishilar amdilikda zamin qo'yniga mustahkam yildiz tartgan gigant daraxtlardek kuchlanishga boshlagan edi. Xiyolimda Aminaning uning bilan birga o'tgan kunlarini tasavvur qildim. Yuragim ichishgan holda uning baxtga erishganligiga tan bermay tura olmadim. Mening baxtim o'zimga yetarlik. Ammo hech qanday bir er kishi o'zi bir chaqlarda yaxshi ko'rgan ayolning boshqalardan erishgan baxtini ko'rganda yuragi ichishmay turolmasi kerak. Er kishi degan mana shunday narsa. 19-bob. Halima allaqachon uyquga ketgan edi. To'la o'rlib berib, uni uyg'otib etmaslik uchun ko'ldan bilan tamakini ilib mehmonxonaga chiqib ketdi. Biz oqish barglardan tushib turgan so'z yo'riqda mehmonxona uy xiyoliy ko'rinadi. Cho'ng tiklima soatning mayatniki vol qilib to'xtamay harakatlanib daqiqalarni sinaydi. Orqa qaytmaydi. Mangu kelgusiga vaqtning noma'lum manziliga qarab ilgarilaydi. Ammo men soatning mayatnikiga qarab o'ltirgan vaqtlarimda go'yo seyirlanib qolgandek o'tmish aslamalarimga cho'kib ketadi. Bugun teg'imi shundoq bo'ldi. Men o'zimning qandaqlarcha o'tib ketgan yillar qo'yniga berib qolganimni sezmayli qoldim. U o'tgan asrning 80-yillari edi. Jahonning ishlari mangu bir isda meni vermaydi. Mangulikda ko'ringan narsalarning cheki bo'ladi. Dunyo o'zgarish ishida mavjud bo'lib turadi. Qachonlardadir havo illib, Jungo Sovet chegarasidagi osmon palak qarmuzlar erishga boshladi. Sovet ittifoqining odam qo'rqitadigan vahimlik va sirliq tusi asta-asta suslashmoqda edi. Matbuotlarda ikki davlatning siyosatchilari va savdo alchilarining yushirayotganligi to'g'risidagi xabarlarni ko'rdigan bo'ldik.
uzoq o'tmay Sovet ittifoqi tarafdan tuqqan yo'qlab kelganlar paydo bo'ldi. Yevropacha shilab va sipta tikilgan badanga chippa tikilgan kostyum brodka kiygan salobatli erlar bilan sochlarining seriq qizil bo'yib olgan semiz ayollar kishilarning qiziqish nuqtasiga aylangan edi. Ularning to'lisi ayni yillarda to'yug'idek bolka, seriq may uchun chiqib ketganlar bo'lib, u yerlarda normal turmush va yevropacha madaniyatdan bahramand bo'lgan bo'lsa-mu, yana bir xil tashnoqlik, vatan, al-yurt, qon qarindosh tashnoqligining azobini yetguncha tortgan edi. Ko'p xil judolikdan keyin qaytajan bo'lgan urug' tuqqan qon qarindoshlarning xo'shalligiga hech narsa tang kelmaydi. Kishilar u yoqdan kelganlarni uy chaqirishyapti. O'z odamlari to'g'risida biror uchurga erishmasligidan qat'iy nazar ularning sazguzashtlarini bujurg'icha qiziqib anglashyapti. Tortishib ko'z yeshi qilishyapti. U yoqdan kelganlar kiyinishi esil, madaniyatlik, salobatli ko'rinsimi, gap so'zlardan baxt va xo'shallikning hidi urilmaydi. Faqatla bu kishilarning jahon ko'rish, qiqilib so'qilib yashash jarayonida pishib, ilgirki sodda, oq ko'ngilligini yo'qotganligini sezib olgan bo'ladi. Buninglar bilan ularni ayblash mumkinmi? Hamma narsaga ishonayveradigan odam ishonganlarning hammasi yolg'on bo'lib chiqaverganlikdan keyin qanday bo'lib qolishi mumkin? Sharoiti borlar urug' tuqqanlarni chaqirtishning ko'yiga tushdi. Bizning opam bilan aloqalashib turib-o'tdik. Opam har xitida o'zining yashinib qolganligini, bizni tuqqanlarni G'o'ljadagi qadim joyini bir ko'rib o'lib ketsa armon yo'qligini yozadi. Bir qitim opamdan xat qalta olg'ash kelgan bir ayolmi menga: "O'g'lim, bir amal qilib opingizni yeningizga akilib oling. Opingiz kech kunduz sizning gapingizni qiladi. Mushi yerda sizning qo'lingizda jon uzishni orzu qiladi" degan edi. Bu gaplardan opamning kesal ustida xavf ichida turganligini ko'rgandek bo'lib, qo'lim ishga bormay qoldi. Jiddiylik ichida rasmiyatlarni bajardim. 1984-yil aprelda opam ayrilganiga 22 yil bo'lgan ona vatan tuprog'iga qadam bosdi. Oxirlik avtobusdan tushib, bizga qarab kelayotgan opamni ko'rganimda, ixtiyorsiz kichik vaqtlarimda sahroga mehmon bo'lib ketib, uzoqqa kelmay sevin turgan opamning quchog'iga yugurib ketayotganligimni o'yladim. Yuragim hayajondan tepchaklab, yoshlarim ko'z oldimni xiralashtirdi. Yeshimni surtib opamga qaraydim. Egiz bo'y, bug'doy o'nglik, tegi oq, ushshaq gullik raxtin ko'krak purma ko'ngli kiyib olgan opam mehribon ko'zlarini qisib bizga qaraydi. Yog'liqining oldidan chiqib turgan sochlarining oqirib qolganligini, ko'z atrofidagi qo'riqlarning ko'payib qolganligini hisobga olmaganda u ko'p o'zgarmagan edi. Hatto xili sog'lom ko'rinadi. U vadaklik eshikdan o'tibla bag'rini keng ochdi. Bizmi opamga qarab etildik. Men opamning non, sut, ipar, rayhon hidi kelib turadigan quchoqqa bosh qo'yib, bo'qildab yig'ladim. Opam: "O'g'lim, jigirim, cho'ng odam bo'lib ketibsan. Azimat ar bo'libsan. Mana senimi ko'rdim balam." deb bosh ko'zimni silab ketdi. Opam hadalarim, tog'ilarim, hommilarim, navrinlarimni bir-birlab bag'riga besib puraydi, yig'laydi. Biz uning o'zini oldirib qo'yishini ansirab, darhol mashina bilan uyga elib mangdim. Uylarni hadlarim oqartib, tozalab, yig'ishtirib qo'ygan edi. Opam qo'ru eshikdan qo'shaq ketib yig'lab kirdi. Kirib o'yladiki, olma to'yga qo'yilgan karvatga kelib o'ltirdi. Ashu yili opamlar yo'lga chiqqan kunlardami olmalar g'o'chchada chechaklagan bo'lib, opam chechaklarga yenishlab qarab qiyolmay qolgan edi. Bugun u yengidan yetilib baroqsan bo'lgan olma daraxtlariga, chechaklariga
ko'z o'smay qaraydi. Qo'roning bulung mushqoqlarga, yozliq oshxonalarga, uylarning tomlariga, hatto bulutlar uzib yurgan ranglar osmonga boshqacha bir nazar bilan sapsaladi. Ko'z jiyigidagi yoshlarni irtib turib, qandaqdir ishlarni aslaydi. Bizdan uni buni so'raydi. Shu chaqda men bir narsani his qildim. Apam ayrilgandan buyon nuri, saltanati o'chgan, qandaqdir surlik, mo'liq ko'rinadigan bo'lib qolgan bu quru shu topda jonlanib, illiq bir nurga to'lgandek. Eshik darislari apam o'z qo'li bilan rangdor toshlarni tizib yasagan yo'llar, oshxona, o'choqlar kulimsirab atgandek bo'lib qolgan edi. Men shularni o'ylab tursam, kichik adam yenimga kelib, "Tova, uyim asli egisini to'nimdi nima? Opam kirib to'rda o'ltirib edi, mav qo'roga boshqacha jon kirdi" degan edi. Opam bir mazgil orom elib, qo'lim qo'shda yiroq yaqindagi urug' tuqqanlar bilan ko'rishib, didorlashib bo'lgandan keyin uni Urumchiga elib mangdim. Nur Ala uylarni opamning deb elishiga muvofiq joylashtirib, tayyor qilib qo'ygan ekan. Opam mening uyimda bir mazgil turdi. Chaqirgan yerlarga berib, ishlar bilan tanishdik. Nur Ala ikkimiz uni boshlab Savdo saroy, bozorlarni aylantirdik. U mazgilda Sovet ittifoqida yeni sanoat, turmush buyumlari kam ekan. Opam do'konlar, bozorlardagi xilma-xil molni ko'rib, hayajonlanib, u yoqdagi urug' tuqqan navr-chavrlarga sovg'atlarni oldi. Hash-pashtigacha 2 oy o'tib ketdi. Opamning 3 oylik turish muddati to'sh oldi turadi. Opamni vatanga qaytarib kelishning biror yo'lini tepishga urindim. Ammo amalga oshira olmadim. Opam peshonamga bitilgani shu bo'lsa kerak deb qaytishning g'amiga tushdi. Ammo mening opamni u yoqqa yo'lga silib qo'yish xiyolim yo'q edi. Opam bir kelsa mangu qaytib kelmaydigandek, uni ikkinchilab ko'rolmaydigandek bir tuyg'u men orom bermaydi. Oxiri tanishlar orqali uning vatanda turish vaqtini yana 3 oy uzartdim. Urumchida yana bir mazgil turg'izib, yozning o'tirlarida talabi bo'yicha uni qo'lchaga olib qo'ydim. O'z uyiga qaytgan opam texam ruhlanib ketdi. Yo'lga chiqish g'amini unutib, yozliq oshxonani tuzashtirish va yana allaqandoq ishlar bilan bo'lib ketdi. Opamning xotirjam bo'lib qolganini ko'rib, men Urumchiga qaytdim. Uning bilan har kuni telefon orqali so'zlashib turardi. Ishlarini sal oldiga surib olib, yana bir oy ruxsat bilan opamning yoniga turib kelishni o'ylab yurardim. Kutmaganda yuqoridagi Beyjingda ochiladigan bir yig'inga qatnashib kelish vazifasi topshirildi. Buningdan berish kelish yig'in bo'lib 2 haftalik vaqt ketadi. Opamga ahvol uqtirib, rozilikni olgandan keyin ishga qarab otlandi. Yig'inga qatnashganlar ichida Beyjingda tunchi kelganlar oz emas ekan. Hammaylar yillardan buyon bu shahar kuylangan naqshlarni ko'p o'qigan. Ko'rishni orzu qilgan bo'lsaqmi, ko'ra olmagan. Endi orang kelgan bu fursatda yig'indan keyin bir necha kun ortiq turib, shaharni to'liq sayohat qilib, ondan qaytayli deyishdi. Og'zimda ularga qo'shilsammi, ko'nglimda bir ansizlik bor edi. Har bir kun o'tgachga ko'nglimdagi bu ansizlik kuchayib, xuddi bir kelishmaslikning shabsini sezgandek darhol qaytib kelib turadi. Oxiri yig'in yepilishdan bir kun burun yig'in tashkili orqali aeroplan bileti oldirib Urumchiga qaytdim. Shu kuni tushdan keyin yana G'uljaga qarab yo'lga chiqdim. Ko'nglimning andishiga tushib qolgani bekor emas edi. Opam to'satdan saqsiz bo'lib qilib, doktorxonaga yetib qoldi. Doktorlar opamni biror qur tekshirgandan keyin Urumchiga olib borib beqishni tavsiya qildi. Opamni Urumchiga yetkazdik. Urumchidagi doktorxonalarning diagnozi G'uljadagilarning degani bilan o'xshash chiqdi. Demak, opam hayotining oxirgi kunlarini o'tkazib uning ayni ahvolini degil bo'lmaydi. Albatta,
lekin opamning ko'ngli to'ygandek, u yoqda qolgan tuqqanlarning gapini to'liq qiladigan bo'lib qoldi. Opamni 2 oy davolatdik. Uni birdan yolg'iz qo'ymadik. Ko'ngli tarqqanni etib, tepib berib, put-qo'llarini tutib, qo'limizdan keladigan hamma mehribonlikni ko'rsatishga tirishdik. Agar og'riqi tang tortishib bergil bo'lsa edi, men opamni kasal azobidan qutqizish uchun uni qilgan bo'lardim. Afsuski, kasalni tang tortishib bergili bo'lmaydi ekan. O'limga ara turish insonning qo'lidan kelmaydi ekan. Opam shu yili oktabrda G'uljidagi uyimizda mening quchog'imda jon uzdi. O'limga kelganlar uylarga qo'rg'ib patmay qoldi. Meyitini uzitib chiqqanlarmi nihoyat ko'p edi. Tuproq beshida yerlikka yetti ketman to'pini tashlab bo'lib, yig'lab tursam, keynimdan birsi yengimni tarqandaq qildi. Qarasam 50 yoshlardagi o'roq bir odam ekan. U menga: "Inem, yig'lamang, hargiz yig'lamang. Opingiz talaylik ekan. U o'z vatanida, ota-bovisining yonida yotdi. Siz uni o'z qo'lingiz bilan yerlik qo'ydingiz. Banda uchun buningdan ortiq baxt bo'lmaydi," dedi. Keyin uning deb berishicha, u bir tul ayolning yolg'iz o'g'li bo'lib, 1962-yildagi ocharchilikqa chidamay, "Apa, men u yoqqa berib o'rinlashib olgandan keyin qaytib kelib, seni elib ketaman. Seni bu kunlardan qutuldiraman," deb va'da qilib chegaradan o'tib ketgan ekan. Ammo chegara edilib qilib qaytib kelolmabdi. O'g'li chiqib ketgandan keyin onasi bola dardida to'la yig'lab, kasalchan bo'lib, 2 ko'zi ko'rmas bo'lib qoldi. Ana odamni rizqi tortib akiladi deb ishini degan. Shunga har kuni bir qacha oshni bolasiga atab taxti beshiga elib qo'yadi ekan. Balam bir kun bo'lmasa, bir kuni kelib, men elib qo'ygan oshni ichidi deb o'ylaydi ekan. O'g'il u yoqda yomon emas kun ko'rgan bo'lsa-mu, yolg'iz onasini faqat unutib ketolmabdi. Uning ustiga yillarning o'tishiga ergishib, davosiz kasalga giribtor bo'libdi. Uning bo'rigi zaiflashgan bo'lib, Sovet ittifoqining doktorxonalarida har qancha davolatni saqlayolmabdi. U hayotidan umidini o'sib, onasini ko'rolmay, yot yerlarda o'lib qilishdan ansirab yurgan chaqlarda chegara echilibdi. U onasini ko'rgili keldi. Biroq onasining bak ojizlab, 2 ko'zi ko'rmas bo'lib qolganini anglagandan keyin o'zini asta-asta tonishtirmoqchi bo'lib, onasiga: "Ana, men o'g'lingizning yenidan keldim. U bak yaxshi turyotdi. Kech kunduz sizning gapingizni qiladi. Xudo xolisa pat arda kelib qoladi," debdi. Onasi qo'shal bo'lib: "O'g'lim cho'qim qaytib keladi. U bak vafodor bola. Men o'g'limga atab taxti beshiga osh elib qo'ygan. Uni o'g'limning o'rnida siz iching," debdi. Ular bir mazgil birga yashapdi. Oxir o'g'il onasiga tonishlik bergan kuni ona baq xo'shal bo'lib ketib, o'g'ilning oldida jon uzibdi. O'g'il onasini o'z qo'li bilan yerlik qo'yibdi. O'zim onasining yenidan yerlik elib qo'yib, o'z vatanida onasining yenida yetishni orzu qilib kunlarni o'tkazibdi. Ammo Azrail uning jinini elishni xohlamabdi. Orzusining aksicha kesili kundan kunga yaxshi bo'lishga boshlabdi. U har yili vatanga kelib bir necha oy turadi ekan. Har qitim yurtida turish muddati to'shib u yoqqa qaytganda kesil yana qo'zg'aladi ekan. Bu yoqda o'lishni orzu qilib qaytib kelsa, kesili saqayib qoladi ekan. U hozirmi Allohdan bu yerda turish muddati to'shqicha jinni elishni kech-kunduz tilab yashab etibdi. Kinda qani to'kilgan tuproq har kim uchun muqaddasdir. Uning qo'yindan har qanday odam uchun 2 metr yer chiqmay qolmaydi. Ammo uni tuproqida yetish baxtidan mahrum kishilarla uning qimmatini haqiqiy his qila oladi. Opam o'z orzusiga erishish, abadiylikka qaytdi. Opam hayotini o'tkazgan muhabbatini beg'ishlagan qadimiy joyi bilan munglanib qoldi.
Әділерім бина өйлерге көшіп кеткенліктен, өй му ижарыға олтырылғаларының қолығы ташынып, елден елға іскеттіні yo'qotishga başladı. Мен анда-санда yurtqa berib, қалсаммы mehmonxonalarda yoki tuqqanlarning uyida turadigan bo'lib qolgan edi. Bultur Oljedagi tuqqanlar jam bo'lishib, qadimiy joyimizni qaytadan yanglab selishning maslahatiga tushibdi va mening fikrimni so'rab telefon qildi. Eng yaxshisi yurtqa bir qaytishim kerak ekan. Bu men uchunmi intayin muhim ish albatta. Uningsizmi o'zim vaqt chiqarib yurtqa qaytib opamning uyida 5-10 kun turib Qur'on o'qitib, yog' puritishni o'ylab yuratdim. Bu uyning hamon chiqilib ketadiganligini bilardim. Bas-basda cho'ng bo'lib atgan, to'y qilish oldida turgan nafirlarga uy kerak. Ammo ularning orzu qildig'ini ko'nichi qurular emas, yo'ruq, yangi zamonaviy uylar. Buning uchun ularni ayblay olamdi. Yurtimda turib atgan kunlarda men opam bilan Nur Alaning tuproq beshini yo'qladim. Bu illiq kuz iyi edi. Zaratliq oltin rang yaproqlarga ko'milgan edi. Yaqinroq yo'l bilan Nur Alaning qabrisini yo'qlab bo'lgandan keyin tarix yo'lini bo'ylab xel mengib yuqori tarafdagi ko'n qabrlar orasidan opamning qabrisini topdim. Qabri oldida yukinib o'zim biladigan oyatlarni o'qib bo'lib, sukut ichida uzoq o'tirdim. Xo'shalliqlarim, hasratlarim, aslimalarim, seg'inishlarim til bilan emas, mungluq, illiq bir his tuyg'u to'lqini bilan yuragimdan urg'imoqda edi. Bu his tuyg'u to'lqinining jannatga, opamning ruhiga yetadiganligiga ishondim. Oxirida lablarimni bilinmas medirladim. Opa, yaxshi ko'radigan uyingni chaqmoqchi, o'zgartib salmoqchi bo'lyapmiz. Navaralarım cho'ng bo'ldi. Ular uyga ehtiyojli. Bizdan ranjimagan opa, deb pichirladi. Shu chaqda yo'g'on bir tal siyriq yupurmoq pildirlab uchib tushib, mo'ramga qo'ndi. Un tivissiz, yumshoqqina bu qo'nish menga xuddi opamning qo'llaridek, opam rozilik va tushunish bilan mo'ramni silayotgandek tuyuldi. Yupurmoqning ustiga qo'limni qo'ydim. U kun nuri singan illiqqina yupurmoq ekan. Uni olqinimga ilib, uzoq qarab turdim. Hadiya 7, 24-bob. Doktorxonadan qaytib kelib atatdim. O'g'lim meni ko'chalarni ko'rib olsin deb pikapni atay yiroq avod ko'chalardan haydab mangdi. Bu Ürümchining men ko'rib baxmagan bir qismi edi. Yevropa uslubidagi hashamatli binolar, binolarning orasidagi yashillik, yo'l bo'ylaridagi kichik bog'chalar, badan chiniqtirish uskunalari, muvaffaqiyatlarga o'rlashtirilgan ko'rkam o'rindiqlar. Binolarning ko'p qismi qaboqxona, mehmonxonalarda qiladi. O'g'limning tanishtirishicha, eng g'ayrisilligini teatrxona ekan. Bu yerda doim changchillar qo'yilib turadi ekan. Teatrxonaning oldidagi yop-yashil chimliqda raqlik, an'anaviy kiyimlarini kiygan bir to'p bo'y, mo'may usul mashq qilib o'tadi. Ayollar qo'llaridagi yalpig'ichlarni tanga yalpiganda, xuddi to'p gul shamolda yalpinayotgandek manzara hosil bo'ladi. Yo'l bo'yidagi o'rindiqlarda o'tirgan bolalarni yoki atvorliq kuchuklarini yetilab ketayotgan kishilar shunchalik xaroman, baxtli ko'rinadi. Shaharning bu qismi men doim o'tadigan ko'chalar bilan osmon, zamin farqlanadi. U yerlarda egiz-past ko'chalar, xaroba uylar, tirikchilik uchun chepib yurgan g'amgin, oldirash odamlar ko'p edi. Ular faqat choy to'ylarda paks kiyinib, g'amlarini unutib, kulimsirab o'tirishadi. Ayollarning kiyib olgan kiyimlari, bo'yin bilaklariga taqib olgan zibu zinnatlari ko'zni chaqimtadi. Ular xuddi to'ylar uchun pul topadigandak, to'ylar uchun yashaydigandek, topgan targinni bosib, chechib, hashlashadi. O'zlarini rosa ko'rsatishadi.
Балаларның қандақ тәрбиеленіп атқанлығын, өзлерінің кәлгісіні xiyalға keltirib qo'ymaydi. Jahonda nima ishlar bo'lib atqanligi bilan hisoblashmaydi. Ularning keyinda atrofida mana shunday zamonaviy, hashamatli dunyo barpo bo'lib o'tadi. Ammo bu dunyo ular bilan qilchi munosabatsiz edi. Yillar ularni tashlab, yaraqlab ketib o'tadi. O'g'lim ko'chalarni tunishtirib bo'lolmay, yerib qoldi bo'lg'ay. Pikapni asta haydab maqdi. Ko'z oldimdan bir-birlab o'tayotgan binolar xuddi tirikdek, sukut ichida o'zlarining hissiyoti, mijoz xarakterini ifodalab turgandek bilinadi. Ba'zilari boyliqdan, to'qliqdan parqirab turgan hakavur odamlarga yoki hashamxo'r, yasanchoq ayollarga o'xshaydi. Kuchli, kaskin, tuz odamlarga o'xshaydiganlarmi? Nafs, sifta, nazokat ichida boyliqi va o'zgachiligini namoyon qilayotganlarmi? Surlik, g'alati niqob ichiga o'rnib olganlarmi? Ziyoda oshko'zlik, havas, zo'rliq aralashgan g'ayri normal ruh holatini qilcha aymanmay ko'z-ko'z qilayotganlarmi? Bor edi. Ammo men kichigimdan ko'rib cho'ng bo'lgan pishayvon ishik darislari odamlarga quchoq ichib turgandek ko'rinadigan oftoblik, uzum barangliq, mehr issiq uylarga selishtirganda bu katta imoratlarda muhim bir narsa kam edi. Men bu narsaning nimaligimni tilim bilan izhor qilishga ojiz edim. 25-bob. O'g'lim pikapni ikki tarafida egiz tomlar qad ko'targan daraxtlik salqin tar ko'chada qayradi. Ikki cho'ng ko'chani tutashtirib turadigan koridorga o'xshaydigan bu arqa ko'chada odamlarmi, mashinalarmi shilang edi. Salqin havo kishini o'zirlantiradi. Tuyuqsiz yo'lning u tarafida ketayotgan musulmon padisida ro'mol otgan cho'ng yoshliq bir ayol bilan uning orqasidan ketayotgan o'ttir bo'y yo'g'onbosh o'g'li diqqatimni tortdi. Yurish-turish kiyinishidan ular to'nganlarda qiladi. O'g'lim qo'lida yo'g'on bir sumka bor edi. Qandoqdir bir umid bilan ularga qarab ketdim. O'zimcha ularni Oysha hadi bilan uning kichik o'g'li deb faraz qilib, o'g'limga mashina suratini asıltilishini aytdim. Men yuragimda bildigan holda ularga sinchilab qarayotganimda, ularni tang urilib menga qaradi. Afsus. Men Oysha hadi bilan bolalarni shunchalik siyqnish ichida aslayman. Ayni yillarda Oysha hada mening turmushimda muhim rol o'ynagan. Aradan xeyli yillar o'tib, men turmushda yana bir qatim davolg'ushqa duch kelganda, u yana bir qatim xuddi taqdirdek ko'z oldimda paydo bo'lib, meni xatolikdan saqlab qolgan. Men o'g'limga Oysha hada to'g'riliq qisqacha so'zlab berdim. Ammo texmi ko'p so'zim yuragimda davolg'ib turadi. Yo'lda uchratgan ashu ikki notanish ana, bola ko'nglimda ko'milib yotgan aslimlarimni qo'zg'atib o'tgan edi. U chaqda men viloyatda ichilgan o'qitish tadqiqot to'g'risida bir yig'in qatnashib o'tdim. Yig'in arqa ko'chalarning biridagi yangidan silingan mehmonxonada ichilib o'tdi. U Sapa ma'rifi uqumi yangidan paydo bo'layotgan yillar bo'lib, ma'rif islohatiga oid yangiliklar nihoyat ko'p edi. Ma'rif sepidagi bir turkum o't yurak o'qituvchi bilan ma'rif sohasidagi rahbarlar yangiliklardan yangi bir umidni ko'rgandek bo'lib, bu haqda qizg'in talash tartish qilib izlanib o'tdi. Shu qatimqi yig'inmi ana shunda qizg'inlik ichida ichilgan edi. Men yig'inda fikr bayon qilib, bo'lishimga bir necha yosh o'qituvchi ba'zi qarashlarimni vaqt o'tgan ko'ni narsalar deb munozirlashib ketdi. Menmi ko'ni narsalarning hammasi xato bo'lmaydi. Uningga insoniyatning nurg'un qimmatli tajribasi cho'qlangan bo'ladi. Yaxshini cho'qim joriy qildirishimiz, rivojlantirishimiz lozim deb o'z maydonimda chim turdim. Meni qo'lg'uvchilarmi chiqdi. Ikki taraf bo'lib talashib, birlik kelolmay kunni kash qildi.
kechki tamoqdan keyin tamog'imni singdirgach, kallamdagi turli o'y fikrni tartibga solmoqchi bo'lib, pidoylar yo'lida asta ketib ataptim. Birlik yerlarga kelganda yo'l bo'yida hardoq elib o'ltirgan bir ayolga ko'zim tushdi. Uning yonida yo'g'on bir sumka bor edi. Uningga shundoqla bir qarab, o'tib ketib etib, ushtumtut uni to'g'ingandek qildim. Ittik kaynimga burilib, uningga qarasam, u o'rnidan turib, hayajon bilan menga qarab turibdi. "Aysha-da, bu sizmi? Osmondan tushdingizmi bu yerga?" deb oldiga yugurib bordim. "Voy, siz rostdan hadiya ekansiz-ku. Shumi emasmi deb ismingizni chaqira olmay turgan edim. Men sizni kunda o'ylayman. Bir ko'rsam bo'ladi deyman. Lekin nadalingizni bilolmaganligimdan sizni yo'qlab bora olmagan edim. Sizni xuddi o'z singlimdek ko'ratdim. Mas'ud muallim va bolalarimiz-chi, ularni yaxshi turyapamdi?" deb yig'lab ketdi. "Hada, siz hozir nerda turyapsiz? Bu yerga yetkilib kelib oldinglarmi yoki?" "Men kelgili 5-6 yil bo'lib qoldi. Akangiz ashu maktabda ishlab pensiyaga chiqqandan keyin qaytib kelgan. Biz hozir Bayonday bozori ichida ota-onamdan qolgan qo'ruvda turyapmiz. Bugun bozorga kelgan edim. Bu yerda xuddi sizni saqlayotgandek o'ldirganimni ko'ring" deb yana ko'ziga yeshini surtishga boshladi. Men uni o'zim turayotgan mehmonxona yotqiga boshlab opardim. Men bilan birga turadigan o'qituvchi shaharlik bo'lganligi uchun oqshimi uyga qaytib ketadi. Ikkimiz kechacha obdan muntishib olaydik. Uningdek ishonchli do'stni nadim topaman. Xuddi men ko'nglimdagi gaplarimni aytadigan birarsiga muhtoj bo'lib yurgandek, uning dardlari ichidagi patmay qolganligi bilinib turadi. Kechda men uni shu atrofdagi kichik, ammo bakmi pokiz bir oshxonada mehmon qildim. Tamoq saqlab o'ltirganimizda Aysha hada oldidagi choydan bir o'tlab, oppoq chaynakning tutquchini siylab o'ltirib, paraqla boshladi. Aşağıtlarının ata boğusi şəhərə yaqın Bayonday bozorida uşaq yemək içmək ticarəti bilan şug'ullagan xeyli allaq kişilər bo'lib, ota-onasidan uningga bir necha eg'iz uylik kang quruq joy qolgan ekan. U ota-onasining chirog'ini o'chirib qo'ymaslik uchun bolalari bilan bu yerga kelib makollashibdi. Tuqqanlari bilan bo'lgan turli ziddiyatni o'ngishliq hal qilib, uylarni yasab tuzashtiribdi. Ürümchida o'qib, maktab bitkizgan cho'ng o'g'lini G'ulji shahriga o'rlashtirib uylabdi. Oxiri Yunus muallimmi qaytib kelib, hamma ish o'z iziga tushganda baxtsizlik yuz beribdi. Yunus muallim qon besimi kasalligi sababidan tuyuqsiz o'lib ketibdi. Uni va bolalarini armonda qo'yibdi. U hozir o'zining janubdan yo'tkilib kelganiga qattiq pushaymon ekan. Uning aytishicha, hamma ish uning erini janubda yolg'iz tashlab qo'yib, holidan xabar ololmaganligidan yuz beribdi. U yerda uning tuqqanlaridan boshqa tonish bilishi, yaqinlari yo'q ekan. Doim ilgirki qo'lim qo'shda tonish bilishlarini seg'indi ekan. Chunki ayol ikkisining umri asosan janubda o'tgan ekan. Hatto bolalarimi bu yerda do'stlar bo'lmaganligi uchun g'eribsin ekan. Endi yaxshi bo'ldi. Sizni tepib oldim. Endi sizni to'la yo'qlab zeriktirib o'tmaydigan bo'lsam, deb so'zini tugatdi u. Men Aysha hadining ko'nglini tushundim. Bu xil tuyg'u menda bo'lgan. Ayni yillari men nima kun ko'rsam, bolalarimning tatisi bilan ko'rsam bo'lmasmidi deb qattiq hasrat chekkan. Men uchun notonish bu shaharga kelganligimga pushaymon qilgan. Ammo men bolalarimni beqish uchun, osh qolmaslik uchun jinimni tikib ishlab, qalaymagan xayollardan qutulgan. Mening so'zlarimdan uning ko'ngli sal taskin topgandek qildi. Ammo chiroyini o'rab turgan qayg'u hasrat tumanlari yo'qolmadi. Yana nimalarnidir demoqchi bo'lib ikkilangandek
jim bo'lib qoldi. Kechda uxlash oldida men gaplarimni boshladim. Men bu gaplarni kimdir biriga aytib, ichimni bo'shtib olishga, to'g'ri maslahatga muhtoj edim. Shundaq bir paytda Oysha hadining uchrab qilishi haqiqatan bir taqdir edi. Oysha, siz mendan Mas'udni, bolalarimni bir necha qitim so'radingiz. Men faqat hammasi yaxshi turdi deb javob berdim. Amaliyotda bizning hammamizning ahvoli degidek yaxshi emas. Bizning oilamiz o'rilib ketadiganligi ko'zga ko'rinib turgan bir temi yo'q uyga o'xshab qoldi. Uyimizda bo'ron uchib turdi. Ichib etsam Mas'ud o'zgarib ketdi. Men bu gaplarni birarsiga aytolmadim. Do'stim deb yurgan bilan sizga kuyinib maslahat beradiganlarning tayini yo'q. Aksicha baxtsizligingiz uchun tomosha ko'radigan, chavoq chaldiganlar chiqib turdi ekan. Mushundaq chaqda sizni menga Xudoyim o'zi yetkazdi. Oysha, siz ko'pni ko'rgan aqlli ayol. Siz menimi, Mas'udni tushunasiz. Bizning to'y qilib qilishimizga sizni sababchi bo'lgan desakmi bo'ladi. Biroq siz shu chaqlarda Mas'udning bu kunlarda boshqa bir ayolni deb xotin bolalarni tashlab uydan chiqib ketadiganligini xayolingizga keltirganmi? Uning shunchalik ishonchsiz odamligini faqatla sasmiganmi? deb so'radim. Oysha xuddi mening shundoq deyishimni kutib turgandek, hammani bildigandek qilcha ajablanmadi. Aksicha o'tgan kunlarning aslimisiga g'arq bo'lgandek o'ylanib turib ketib kulimsiradi. Mas'ud yaxshi yigit. Men elimi shundoq qarayman. U undaq ishni qilmaydi. Qilgan taqdirdami hamon qaytib keladi. Gap sizda. Uni qaytarib kelishni bilish, bilmasligingizda. Agar yuragingizda unga nisbatan tortish bo'lsa, har qanday qilib qaytarib kelalaysiz. Siz kim? Siz degan hadiya emasmi? Odam degan o'zgardigan o'zimizning beshimizdagi yaqin kishilarimizning qanday o'zgarayotganligini to'ymay qoldigansiz. Ammo bu o'zgarish bir kunlarda cho'nqur bir hangni paydo qiladi ekan. Uni to'ldirish bek tasgan. Siz uni hangning nerisida yolg'iz tashlab qo'ymang. Erkaklar tinch, bir qilib o'tadigan turmushdan asali zerikib qoladi. Hozircha u o'zining nimaga muhtojligini bilmasligi mumkin. Ammo fursat kelganda siz chondirmay, uningga bir ko'rik silib bering. U shuningga muhtoj. Fursat o'tib ketsa, ikinglar uchunmi, bolalaringlar uchunmi yaxshi emas. Balkim men uningga yetarli ko'ngil bilanmagandiman. U tashna bo'layotgan muhabbatni berolmagandiman. Men ko'p qism vaqtimni maktabda o'quvchilarimga bag'ishladim. Bolalarim bilanmi tuzukrak birga bo'la olmadim. Yelimi bolalarim insofli ekan. Ammo 50 yoshdan oshgan Mas'ud. Men cho'nqur o'yga ketib, yaqinqi yillardan buyanqi kechirmishlarimni eslashga boshladim. Oysha aslida qisiq ko'zlarini texim purishtirib so'zlaganlarimni diqqat bilan angladi. Ashu yillari Mas'ud ikimiz maktabdan chuvalchaq holatini o'zgartirish uchun bir-birimizga boqmay ishlab yuratdik. Mas'ud necha kunlab, haftalab yig'indan kelolmaydi. Kon rahbarligining ochgan yig'inig'imi, ma'rif sohasining ochgan yig'inlarig'imi qatnashimiz bo'lmaydi. Muavin mudir ko'p balliq ham yangish oldida turgan bir ayol edi. Ilmiy mudir qiziqqan, asonli boshqalar bilan taqalishib, so'qishib yuradigan, yosh bola bo'lganlikdan o'zi yolg'iz bir ishlarni qilib ketmigi tasrak edi. Shunga Mas'ud kasbiy ishlarda ko'proq menga tayinatdi. Men ijtimoiy fan o'qitishiga yetakchilik qilish bilan bir vaqtda
maktab o'qitish xizmatining butkul halqalariga degandek aralashatdim. Maktabda biror masala ko'rilsa, hatto o'quvchilarning ota-onalari kelib jadal chiqarsimi, meni izlashatdi. Menmi yeyotgan tomog'imni qo'yib, shu ishlar bilan bo'lib ketatdim. Uyga qaytib, oshxonada ko'ktat adolab etibmi, ketsi yo'q, yotganni yetibmi, maktabning ishlarini o'ylaydim. Maktabda ba'zida Mas'udning ishxonasiga kirsam, uning yosh, chiroyli ayol o'qituvchilar bilan nihoyatda qizg'in paranglashib, chaqchaqlashib o'tirganini ko'rib, ko'nglim bir qism bo'lib qoladi. Lekin maktabdek ayollar ko'proq bo'lgan, ayollar aralash ishlaydigan o'rinlarda mundaq ahvollar normal ish edi. Odam degan yog'och emas. Xizmatdoshlarning o'tirisida bunchalik paranglashish, kulgi chaqchaqlashishlar bo'lmasa, hayot bak zerikishli bo'lib ketmamdi. Uningdan boshqa men Mas'udning yosh ayol o'qituvchilar bilan ko'ngil ichishga aldiraydiganlardan emasligiga ishonardim. Biroq chatoq o'ylamagan yerdan chiqdi. Biz bu maktabga kelib uzoq o'tmay, bizga o'xshash madaniyat zo'r inqilobida ko'magina qolmagan bir jup ayol o'qituvchi yetkilib keldi. Ularning 4 bolasi bo'lib, cho'ngidagi 2-sinfda o'qiydi. Muallimning ismi ya'ni ayolning Halima edi. Bir mezgillik tushunishdan keyin ikkalasining o'qituvchilikni qizg'in suyadigan, qobil, tajribali o'qituvchilar ekanligini ko'rib, Mas'ud ikkimiz baxtxo'shal bo'lib ketgan edik. Afsuski, G'ani muallim bu maktabda biror 2 yil ishlamayla o'pkiraga giribdor bo'lganligi aniqlandi. Bu jarayonda Halimaning erining umrini bir kun bo'lsa-mu uzartish uchun qilgan tirishchanliklarini hammamiz ko'rib turdik. Halima erining kesilning xarakterini uningga yoshiratdi. Er ko'ngilda hammani sezib tursa-mu, Halimani xotirjam qilish uchun bilmaslikka silib, o'zini xo'shal-xo'ram ko'rsatdi. Og'riq dastidan butkul badani tarbiyasib ketsin-mu, tishini tishlab, ayoli, bolalarini bearam qilmaslikka tirishadi. Erning kesli ig'irlashgan kunlarda Halimamu bir tira, bir so'ngak bo'lib, ruhiy, jismoniy jihatlardan ig'ir azoblarni tortdi. Ammo u o'zini yo'qotib qo'ymadi. Son-sanoqsiz ushshoq, ta'sirlik ishi, jon fidoligi orqali hammamizga ayollik mehr-muhabbatning, onalikning qanday bo'lganligini tinsiz o'rgatdi. Yeni o'lib ketganda doktorlar Halimaning tirishchanligi bo'lmagan bo'lsa, eri 2 yil emas, 2 oymi umr ko'rolmagan bo'ladi deyishgan edi. Boshqalardan anglashimizcha, G'ani bilan Halima bir-birini nihoyat yaxshi ko'rishadigan ashuq-mashhuqlar bo'lib, G'anining ota-ona, urug' tuqqanlari 1962-yili Sovetga chiqib ketgan. G'ani Halimani debla o'z yolg'iz qolib qolgan ekan. Madaniyat zo'r inqilobida G'ani chet eliga bog'langan unsur deb tartib chiqarilib, nihoyat ko'p javob tortibdi. Isyonchilar uni chet el bilan bog'lan aloqangni topshir, sen vatan xoinining bu yerda qoldirgan ishpiyoni deb qiynab, ixro qildirmoqchi bo'libdi. Urib, put-qo'llarini chiqib etibdi. Halima shahardagi cho'ng o'tgan bir oilaning yolg'iz qizi ekan. Uning beshidimi sinfi yot unsur burjuaziyaning arkanaynoq xinimi, sovet ishpiyonining oshnasi deganda qalpoqlar uchib yurdi ekan. Ammo Halima isyonchilarning besimiga, urug' tuqqanlarning qarshilig'iga qaramay, intayin qiyin ahvolda qolgan G'ani bilan to'y qilib, uning holidan xabar oldi. Yorlarini davolab saqaytibdi. Ular bir-biriga hamdam bo'lib, jafo mushaqqatni muhabbatining kuchi bilan yengib, oxiri yaxshi kunlarga olishibdi. Xotin ikkisi ta'sir kelgan yaxshi kunlarni qadrlab, azobli aslimlarni orqaga tashlab, yangi bir hayotga talpinayotgan kunlarda ajal ularning hayot beg'ini yana bir qitim g'azon qilibdi. Ularning sezguzashtlari xuddi bir hikoyaga o'xshaydi. Anglagan odamni ta'sirlantirmay qolmaydi. 2 yil davomida Mas'ud ikkimiz Halima bilan bolalariga qo'limizdan kelishicha yordam qildik. Boshqa o'qituvchilarni ularga qarashga undidik. Ammo Halima boshqalarni avar qilishni xohlamadi. Erining o'limidan keyin ortiqcha yig'lab, qaqshab yurmadi.
yetti nazirini berib bo'libla ishga tushib oldi. Masud ikimiz uni yo'qlab kirib, bir mezgil aram elib, salomatligini asli keltirib olishni aytsak, uyda o'tirsam, g'ini ko'zimga ko'rinib, birdammi aram topolmaydi ekanman. Aksicha, maktabda bo'lsam, o'quvchilarning orasida g'amlarimni unutib, ruhlanib qoldi ekanman degan edi. U ilgirgidakla xizmatga kirishib ketdi. Qo'shlarning deyishicha, u kechacha uyining chirig'ini o'chirmay, uxlamay degidek u yandan bu yoqqa menib yurdi ekan. Kunduzlari yolg'iz qolgan chog'larda eshikni taqib olib, bo'qillab yig'laydi ekan. Yoki yiroqdagi do'nglikning orqasida soatlab yolg'iz o'tirdi ekan. Ammo bolalarining oldida hech ish yuz bermagandek kulib yurdi ekan. Odam deganning jini to'mir emas. Uningga biror ish bo'lib qolsa, bolalar qanday qiladi? Masud doim shundoq deb ularning g'amini yeydi. Menmu pat-pat Halimani izlab berib, uning bilan paranglashib, mungdashib turatdim. Va bu jarayonda uningga amroq bo'lib qolgan edim. U haqiqatan ko'ngilda qilch kiri yo'q. Kishining ko'nglini ayaydigan, ko'proq boshqalarning g'amini yeydigan, gap so'zlari bilan odamda ishonch va yaqinlik tuyg'usi qo'zg'ay oladigan, chiroyi ko'ngliga o'xshashlik yaqinlik bir ayol edi. Uy tutish, kiyinishlari oddiy, pokiz, o'z xarakteriga o'xshash o'zgacha edi. U atidan kechgacha xashliganning, kiyganning, yegan ishganning gapini qiladigan ayollarga haqiqatan o'xshamaydi. Biroq men uning gaplaridan Masudning uni pat-pat yo'qlab turganligini bildim. U gapdan sal qanqirab qolgan bo'lsam-mu, to'g'ri tushundim. Masud uningga hissashlik qiladi. Uning bolalarining g'amini yeydi. U degan maktabdagi o'qituvchilarga ko'ngil bilish kerak. Halimaning uyi bizning o'tish yo'limizda bo'lgandan to'g'ri kelganda kirib yo'qlab turishi normal ahvolga deb qaradim. Uningga hamma odamning ichi og'riydi. Bechora chuchurdak 4 bola bilan yolg'iz qoldi. Osonmi? Mundaq kunlar mening beshimdan o'tgan emasmi? Qachonlardadir ayol o'qituvchilarning og'zida kusur gap ko'pib qoldi. Ba'zi men ustiga kirib qolsam, ularning jim qilishidan bu gapning bir uchi menga munosabat ekanligini sezgandek bo'lsam-mu, parvo qilmadim. Keyin yoshli cho'ngroq ayol o'qituvchilar dartmulab ba'zi gaplarni qiladigan bo'lib oldi. Men bilan yaqin o'tadigan birisi menga ba'zi ishlarning chekidan eshib ketayotganligini, Masudning doim Halimaning uyiga kirib chiqadiganligini, maktabdagi vaqtlardami Halimaning atrofidan cho'rgilab ketilmaydiganligini oshkora etdi. Men yanala Halimaning undaq ishlarni qildiganligiga ishonmadim. Ammo Masudning kundan kunga jimg'ur, xiyolchan bo'lib ketayotganligini, menga va bolalarga qarab tursimi, ko'ngli boshqa yerda ekanligi, uyda o'tirg'isi kelmay, doim Halimaning binosi ko'rinib turadigan 4 ko'cha eg'izga chiqib olganligi meni ishnishga majbur qildi. Uning holiga, qiliqlariga qarab ochqim keladi. Ham ajablandim. Bechora, 50 yoshdan oshgan chog'larda yosh yigitlardek oshiqlikni boshdan kechirib u xuddi ayni yillarda boshqalarning nima deyishi bilan hisoblashmay meni yaxshi ko'rgandek. Bugunmi atrofidagilarning masxara ayblashlariga parvo qilmay 4 bola bilan tul qolgan bir ayolni savdoilarcha qo'qlashib yuradi. Agar Halima ozroqli shapi bersa, u hech nimaga qaramay uning orqasidan ketgan bo'ladi. Biz ayollar haqiqiy muhabbat bir qitim bo'ladi deb gudaklarcha ishinib yurdiganmiz. Ahamiyati undaq bo'lmaydi ekan. Muhabbat ko'nraydi ekan. Yillarning o'tishiga agishib asli rang purqini yo'qotadi ekan. Odam degan narsa bo'libmi erlar har qachon yangi, kuchli muhabbatga tashna bo'ladi ekan. Uning erish yo'ldagi mastonligi yosh chog'laridagidekla kuchli, asabiy bo'ladi ekan. Mana uning oqshomlari 4 ko'chadagi aroq tamaki do'konining oldida o'ltirib Halimaning darisiga ko'zlarini uzmay qarab ketishlarini ko'rganimda rashik va alamdan o'rnib ketatdim. So'zlab shu yer kelganimda Aysha hada so'zimni bilib-atdi. Halimachu, ikkilarning munosabati qanday bo'ldi?
Nima desem bo'lar? Halima ilgirgidekla yurayverdi. İkimiz ilgirgidekla salomlashib, hol-ahvol so'rashimiz. Men aybkorlik yoki ojizlik izlab ko'zlarining ichiga tikilaman. Ammo istagan narsamni topolmayman. Ba'zi u menga deyolmayotgan qandaqdir bir gapi borda qaraydi-yu, og'zini ochmaydi. Men hech qachon pokisiz nima deyman? Uning ustiga hozir Mas'udni uyiga kirishdan to'siqalg'ini bilaman. Men ko'p o'ylanish orqali Mas'udga bu haqda eg'iz ochmaslik qaroriga keldim. İnsanın ko'nglidan erkin narsa bo'lamdi. Har qanday odam ba'zida ko'nglining kaydiga kirib, ham xayollarga berilishdan xoli bo'lolmaydi. Amalga ish fursati bo'lmasa, vaqtning o'tishiga ergishib, bunda ham xayollar barabar yo'qolib ketadi. Ishning mushundaq o'zligidan hal bo'lib ketgani yaxshi emasmi? Men uning ko'nglini kontrol qilaman. O'zimga qartaman degancha, u mendan shuncha bezor bo'lmamdi deb o'yladim. Ammo chandurmay maktabning ishlarini so'zishni bahona qilib, uning bilan paranglashadigan, o'tgangi vaqtlarning gapini qilishadigan bo'ldim. Uning bolalar bilan ko'proq birga bo'lishiga sharoit yaratdim. Har oylik maosh olganda oldi bilan uning kam narslarini yoki amroq narslarini olatdim. U yaxshi ko'radigan tamoqlarni ko'proq etishga, kiyimlarini dazmolsiz qoldirmaslikka tirishatdim. Ammo men uni oldiga kirsam, u bezor bo'lgandek meni bozor aylanib kelishga da'vat qiladi. Yoki birdam yolg'iz o'tirib olay deyman deb hujradan qo'g'laydi. Men yasimliqni qamlashtira olmaydim. U mening yasimlik qilayotganimni bilib, mendan texmo ray yeniyotganda qiladi. Men chidab tura olmadim. Oxiri bir kuni buruqdek portlab uni aybladim. Atrofdagi gap so'zlarni, o'zining otalik va erlik majburiyatini ado qilmayotganligini eskartdim. U menga ich og'ritayotgandek qarab turib, o'zining Halimani yaxshi ko'rdiganligi, har qancha qilibmi bu hissiyotdan qutulolmayotganligini e'tirof qildi. Faqat Mas'ud shunda qila oladi. Uning e'tirof qilishi amalsizligi muhabbat uchun hammadan voz kechadiganligidan derak beradi. Men o'zimni bosolmay qoldim. Bir mezgil uning bilan hadisa janjallashadigan bo'lib ketdim. Chunki menmi uni yaxshi ko'ratdim. Bo'libmi ayrilib qoldiganligimni bilganimda uning men uchun va bolalarim uchun naqadar muhimligini haqiqiy tushungan edim. U hozir ishxonasida yetib qopib, maktab oshxonasida tamoq yeb yuradi. Biror narsa lozim bo'lsa, uyga kirmay bolalarga akeldiradi. Ikkimiz gaplashmaymiz. U o'zining ishi bilan, men o'z ishim bilan. O'qituvchilar orasida ikkimizni ajrashib ketadi degan gaplar tarqalibdi. Ayol o'qituvchilarning to'lisi Halimaga ta'til qarshib yurishidi. Ammo o'ylab baqsam, uningdimi gunoh yo'q ekan. Odam degan shundoq narsa ekan. Biz kichigimizdan anglab, ishinib kelgan mangulik muhabbat deganlar bir afsona ekan. Men Mas'udga yolvorib uyga qaytarib kelishni xohlamayman. O'zi uyda bo'lsa-mu, ko'ngli talat yurgan odam bilan qandoqmi birga yashag'ili bo'lsin. Men uning bilan ajrashib, bolalarimni o'zim beqish qaroriga keldim. Bolalarim cho'ng bo'lib, menga yordamlashgudek bo'ldi. Menga shular bo'lsa kifoya. So'zimni tugatib, deb jim bo'ldim. Bir parcha o'tdek ichimni yondirib, beorom qilib kelgan bu gaplar chiqib ketish bilanla menga munosabatsiz boshqa birisining ishlaridek uncha muhim bilinmay qoldi. Ko'nglimni aram tepib, yengillab qolgandek bo'ldim. Yostiqqa yo'linib, yonboshlanib yotgan Aysha adam endi o'ri bo'lib o'ltirdi. Birdan o'ylangandan keyin "Boy qilgan bir gapingiz naydi to'g'ri. Bu dunyoda hamma nima ko'nraydi. Ko'nirmaydigan narsa yo'q. Bundaq ishlarni kim ko'rmagan? Faqat to'la odam ispusini chiqarmay, dardini ichida bilib yurishidi. Chunki bu rahimsiz dunyoda oila, bola-chaqalarla hammadan muhim. Uningdan boshqa yuz obro'y masalasimi bor albatta. Men cho'nglardan erlar hayotida
bir-ikki qitim yo'ldan chiqmay qolmaydi. Yosh vaqtlarida yo'ldan chiqmay o'tganlarmi qiyirg'anda ezib, beqib, ondan iziga tushidi deb anglagan. Atrofimga qarab boqsam, ishlar haqiqatan shundoq ekan. Ko'ngil degan kimda yo'q. Faqat biz ayollarla har qancha eski bo'lsaqmi, oila, bola chaqadan kechalmaydi ekanmiz. Pitning achchig'ida chaponni o'tqa solg'il bo'lmaydi ekan. Siz Mas'udni u ayolga tashlab bersangiz, bolalaringiz dadisiz qolmamdi. Bolalarga o'z dadisi bo'lmasa, bo'lmaydi. Dadag'imi qiyirg'anda o'z bolalari asqatidi. Ajrish degan bir vayronchilik. Ikkinglarmi, bolalarmi tang vayron bo'lsizlar. Siz ahmoq bo'lmang. Eringiz bilan hargiz ajrashmang. Ilgirki vaqtlarda u sizni bak yaxshi ko'ratdi. Tortib chiqarilgan vaqtlaringizdami u sizga bak kuyingan. Siz bolalar bilan bu yoqda turayotgan yillarni shunchalik pokiz o'tkazgan. Mas'udku xili yosh. Har qanday ayolni o'ziga qaratquchiligi bor odam. Menmi sizdan bir savol so'rab boqay. Sizningcha Yunus akangiz qandaqroq odam edi? Shu hamon ko'z oldimga egiz bo'y, gavdalik, yuqori gradusliq ko'z aynak orqasidagi yo'g'on ko'zlardan sabiylik chiqib turadigan, har qanday so'rinda ortiq gap qilmaydigan, qachon qarasa bozordan ko'ktat to'shib, ko'ktat adolab, hatto oldiga partiq tortib tomoqmi etadigan, dumbisidan bola tushmaydigan Yunus Wang Jianlong muallim keldi. U albatta nayti yavash, oilasiga, bolalarga kuyinadigan odam edi, dedim. Aysha da kulib ketdi. Kulgisining oxiri yig'iga o'zgardi. U ko'z yoshlarini surtib turib, "Ashu Yunus muallim, mening ya issiqi, ya sovuqi yo'q, yavash erim pensiyaga chiqqandan keyin uni buni bana qilib bu yoqqa kelgili unimay turib oldi. Zo'rlab chaqirtib kelsammi, 1-2 oy turmayla yana bir ishim chala qilgan deb ketib qoladi. Biri ketib olsa, xat xabari yo'q, jim bo'libla ketadi. Oxir cho'ng o'g'lim ikkimiz uni qaytirib akilishga bordik. U maktabda turmaydi ekan. O'g'lim ikkimiz uning orqasiga tushib, uning doim Ko'ni bozor tarafdagi bir uyga bordiganligini bilib oldik. Surishtirsak, u erim ijaraga olgan uy ekan. Uyda 17-18 yoshlardagi bir qiz bola turdi ekan. U erimning nikoh qildirib olgan xotini ekan. Bu ishlarni anglab, dastlabda hech ishongim kelmadi. Ammo ishonmay qanday qilay? Yunusning "Voy Aysha, voy o'g'lim, keldinglarmi? Holinglar qanday?" deyishning o'rniga bozorga chiqib kiray debla yo'q bo'lib ketishi, 2 kungacha o'zini ko'rsatmay nega bording desak duduqlab turishlari, ha desa bahona izlab yana sirtqa o'zini etishlari bu gaplarning rostligini isbotlab turmamdi. Oxiri Yunus yo'q bo'lib ketgan bir oqshimi shu yerdagi yaqinlarimdan ikkini boshlab erimning uyiga bostirib bordim. Biz uyining eshigini chiqib kirganda erim karvatdan qopishqim ulgurmay qoldi. Yenida yotgan qiz bola qo'rqindan beshini yutqaniga purkaplab oldi. Erimdan "Bu kim?" deb so'rsam, u "Nikohlab olgan xotinim" dedi. "Men bilan bolalaringga turamsan, buningmi desam, u "Mush xotiningga turaman" dedi. "Undaq bo'lsa, tayyorlik qilib qo'y. Nikoh qildirib olganligingni hukumat e'tirof qilmaydi. Seni qo'sh nikohlangan, payishvoslik qilgan deb, bu bir nimangni boshqalarning uyini buzgan deb ikkinglarning ustidan arz qilaman" deb qo'yib, guvohchilarni boshlab qaytib keldim. Uyga kelib o'tirsam, erim keynimdan kepti. "Obdan xotin, uyimizni tutsak, uning qo'rsqida 2 oylik bolasi bor. Shuni bir taraf qilishib bersang" deydi. Atsi uyni yig'ishtirib, erim bilan u cho'kani boshlab G'o'lchaga qaytib keldim. Yo'l bo'yi erimning
cho'p-cho'p o'g'ildinmi aymanmay, cho'kanning ko'zlariga talpirib ketishlari. Uni yemsan, buni yemsan, hardingmi deb kuyib pishishlardan goh g'azablansam, goh nomus qildim. Ammo inchiklab sap solsam, qizning uningga toza mayli yo'q ekan. Faqat jon beqish uchunla uningga xotin bo'lganda qiladi. Yunus shunchalik ishni bilmay qolarmi? Er kishi degan ba'zi shunchalik pastlashib ketadi ekan. O'ljaga kelibla, to'nishlarning yordamida qo'rsaqdagi bolni oldirib atdim. 40 kun toza obdan beqib, 41-kuni qo'liga 5000 yuan naq pul, kiyim-kechaklarni tutqizib yo'lga silib qo'ydim. Uyga qaytib kelsa, pelekdek bo'lib ketibdi. Tamoq bersam yeydi. Ishqi buyursam gap qilmay mangadi. Bekor vaqtlarda darsiga qaratib qo'yilgan koni yo'lanchilik o'rindiqda gap so'z qilmay soatlab o'ltirdi. Hey Yunus, yana ash xotini o'ylayapsan? Qizingdek odam sana asqatamdi. Desam, yoki nemishqa bundaq o'ltirsan, mang amisa orqasidan berib, shuning bilan o'y tut. Desammi, mit qilmay o'ltirgan. U birar yilgacha shundoq o'ltirdi. Bir kuni o'yladiki, yozliq oshxonada tamoq etib o'tatdim. Uyda bir narsa o'rilib ketgandek qildi. Yugurib kirsa, Yunus o'rindiqning oldida dum yotdi. Qo'rqib ketib, qo'shnilarning yordamida doktor chaqirdim. Ammo doktor uni qutqiza olmadi. U bizni mana shunday tashlab ketdi. O'tgan hafta yil nazrsini berdim. Lekin ko'nglim bir kun tinchig'ini yo'q. Biz 30 yilni shuncha inoq baxt o'tkazgandik-ku. U nima uchun oxirida bundoq o'zgarib ketdi? Mening qilganim to'g'rimi? Uning o'limiga men sababchi bo'ldimmi? deb tinmay o'ylanaman. Ba'zi uni shu yerga tashlab qaytib kelgan bo'lsam, bir kunlarda o'z rostligi bilan qaytib kelibmi qolar edi deb bir xil gunohkorlik tuyg'usida chuchulnaman. Ammo menda nima amal? Menmi bir ojiz ayol, bir ona, menmi oilamni, bolalarimni qo'g'dishim kerak. Qush jinida o'zini qo'g'daydi emasmi? Ayshada xiyligacha unsiz yig'lab, ko'z yoshlarini surtib o'ltirdi. Uni yig'lab olsin deb menmi bir bas o'ndimay mayliga qo'yib berdim. Mana bu bir hikoya. Hayot haqidagi ichinishliq, tegiga yetmak tas bir hikoya. To'g'ri. Ayshada aytgandek, Yunus muallimning holati mijoz bo'lib qolib, boldir o'lib ketishiga uning ashu yosh ayoldan ayrilib qolishi sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Uning aksicha, ashu yosh ayoli bilan o'tib bergan bo'lsa-mu, bir kunlarda qadinas ayoli va bolalarni siyqinib qilganlarga pushaymon qilishmi mumkin edi. Kishilarning hayotda u yonga sursa ot o'ladigan, bu yonga sursa harbi sunadigan ishlar uchrab turadi. Ammo men Aysha hadidek pushaymon qilishni xohlamayman. Voz kechish, ayrilish har kimga ig'ir keladi. Ammo hayot hammadan qimmatlik, umr bekmi cheklik. Men Aysha hadiga, Ayshada, siz nima gunoh? Siz uning 30 yillik ayoli, 5 bolasining onasi. Sizning oilangizni qo'g'dimoqchi bo'lganingizni hech kim xato demaydi. Rahmatlik bir ezibdi. Balkim taqdir shundoqdi. O'tgan ishlar o'tib ketdi. Buningga amal yo'q. O'zingizni, bolalaringizni ko'p o'ylang. Sizning yukingiz bak ig'ir. Bu yukni texim ig'irlashtirib olmang. Siz tegi 4 o'g'ilni o'ylik o'choqlik qilib qatorga qo'shishingiz kerak. Uning uchun sog'lom yashamasangiz, chin turmusingiz bo'lamdi, dedim. Ayshada yosh yo'q ko'zlarini purishtirib kulib ketdi. Arqadalla kulgisini to'xtatib, sizmi mening gaplarimni boshqa tushunib olmang. Mas'ud mening erimga o'xshamaydi. U xufiyani ish qilmaydi. U degan jin erkak. Uni hargiz qo'ldan berib qo'ymang. Uning bilan chin ko'nglingizdan obdan paranglashing.
ta'tir qarab yurmang. Uning Yunus ikkimizning ishini so'zlab bering, dedi. Ayşe hadining bu so'zlardan ko'nglim yo'radi. Uning aytgani to'g'ri. Men ilgirki tinish ro'yi holatimga qaytib, Mas'ud bilan chin ko'nglimdan paranglashishim kerak. Mas'ud meni o'zimdanmi bakrak tushundi. U mening yasalmalik qilganimni bir qarabla bilib oladi va mendan texim umidsizlandi. Ba'zi o'ylab qolaman. U balkim Halimadan men yo'qotib qo'ygan samimiylikni bayqagan bo'lishi mumkin. Keyingi vaqtlarda men o'zimni maktabning bir rahbaridek his qiladigan bo'lgancha murakkab bir munosabat chambariga ichiga kirib qolgan edim. Bu chambarak meni mahkam qurshab turardi. U o'zining yasalmaligi, ikki yuzlimiligi, g'arazlik maqtab uchirishlari bilan meni asta-asta o'zgartib o'tadi. Tugumas mehmondorchiliklar, bas-basda uy yasash, moda qo'g'lishish qizg'inligi bilan meni o'zimga o'xshamas qilib qo'yib o'tadi. Men Mas'udning so'g'uq kulkalari, ta'nlik so'zlarini tushunib turatdim-ku, bu qaynamdan o'zimni tortib ololmaydim. Ba'zida haqiqiy turmush mana shunday bo'lishi mumkin deb qolatdim. Amaliyotda ular nadimi turmushning o'zi bo'lsin. Daryo iqinning aymalarida yig'ilib qoladigan, qaramoqqa rang-rang, ichidan nurlar chaqnayotgandek ko'rinadigan, ammo suv iqinning birla zarbisiga bardashlik berolmaydigan ko'pik xolos. Mas'ud bilan munosabatim yiriklashib, ajrashib ketish gardabiga berib qolganda, men bu ko'piklarning qandoq yerilib, bir tuba g'alda g'ashga aylanib qolganligiga guvoh bo'ldim. 26-bob. Yig'inimizmi oyoqlashdi. Uyga qaytib borsam, uyda qizimmi, o'g'illarimmi yo'q. Birdam saqlab baqdim. Andish qilib qo'shnilardan so'radim. Aslida Mas'ud og'rib qoldi. Qizim dadasini yo'qlab berib, dadasining nihoyatda og'ir ahvolda yotganini ko'rib, indilari bilan doktorxonaga elib ketibdi. Qo'shnilar qaraganda kasalxonaga ilingan bo'lsa kerak. Bolalar 2 kundan beri ko'rinmadi deyishdi. Doktorxonaga o'qdek borg'im kelgan bo'lsa-mu, bormadim. Birdamdan keyin qizim qaytib keldi. Uning deb berishicha, dadasining oshqozon yarasi og'irlashib ketgan ekan. Doktorlar, "Yelim vaqtida akapsizlar, sal kechikkan bo'lsa, qutqizishga ulgurolmagan bo'ladi" debdi. Qizim shularni deb bo'lib, "Oppa, dadam nemishqa uydan chiqib ketadi? Uni uyga qaytarib kelsam bo'lmamdi?" deb bo'qildab yig'lab ketdi. Men mi yig'ladim? Janubda yolg'iz qolgan yillarda chaplashgan bu kasal uni azoblab kelyotdi. Lekin hech qachon bu qadar og'irlashib ketmagan edi. Demak, u uydan chiqib ketgan 4-5 oydan beri osh to'q qilib, xil qiynalibdi. Yolg'izchilik ham bir ishqa berilib ketsa, qo'rsqini unutib qoladigan mijasi uni mushu holga keltirib qo'yibdi. Elimo ta'til vaqti bo'lib qolgani. Qizim dadasining yenidan ayrilmay kesilni baqdi. O'g'illarim berib kelib tamoq to'shib yurishdi. Tamoqni o'zim etib berdim. Ammo bolalarimga oshxondan oldi, danglar deb topiladi. Bolalar shundoq debdi. Ammo Mas'ud ishonmadi. Bir qitim u qizimdan, "Qizim, opang yaxshi turyapti?" deb so'rabdi. Birdan jim bo'lib ketib, orqadan, "Opangga deb qo'y, endi tamoq avatmisin. Doktorxonaning tamoqini yeb beray" debdi. Men shu kundan tortib tamoq avatmadim. Mas'ud bara-bara yaxshilanib qoldi. U doktorxonadan chiqishga oz qolgan kunlarning birida uni yo'qlab bordim. Kasalxonada yo'q ekan. Doktorxonaning orqa tarafidagi gullikka chiqsam, bir chekatdagi o'rindiqda kashki oftobga qoqinib mugdab o'ltiribdi. Uning ilgirgidekla oftobda bo'lildab turgan chochlariga, o'rg'ilib so'zinchoq bo'lib qolgan chiroyiga, o'rindiqning yulanchiga ortib olgan qo'lining tatranqu barmoqlariga, olmab o'ltirgan putining pushqitdan ko'rinib turgan kulrang paypoqqa qarab bir pas turdim. Mushu paypoqlar menga notanish edi.
u Masudning uydan chiqib ketgan kunlarining simvolidek yiqimsiz ko'zga tashlanib turadi. Men paypoqqa qaramaslikqa tirishib, dodonlik bilan uning yeniga qarab mangdim. Yaqinlashgancha qadamlarim ostonladi. Nima deyishimni bilmay tursam, u ko'zlarini lappada ochdi. Uning ko'zlari sarg'ish ko'rindi. Bu ko'zlar menga shu qadar tunish edi. Bir-pas bir-birimizga qarashib turib qoldik. Uning ko'zlarida o'ng'aysizlik, savol, beg'aramlik aks etdi. Qo'llarini orqadan tushirib, putini juplab o'ltirdi. Men o'rindiqning yendagi bir ko'takda o'ltirdim. Yaxshi bo'lib qolganingni anglab, paranglarimizni qilishib olaylik deb keldim. Seni yolg'izlikda bunda qiynag'im yo'q. O'zing xo'shal bo'ladigan ishni qil. O'zing xohlagan odamlar bilan yasha. Ko'ryapsan, bolalarmi cho'ng bo'ldi. Men faqat mushni aytib qo'yg'ili keldim. Rasmiyatlarni qachon xohlasang, shu chaqda bijirvasak bo'ladi. Mas'ud birdala jim bo'lib qoldi. Mening qo'zg'almoqchi bo'layotganligimni ko'rib. Birdan o'ltirg'in. Menmi mushu ishlarni o'ylanayotdim, dedi. Ammo ig'iz ochmadi. Aramizda o'ng'aysiz, uzun bir sukut davomlashmoqda edi. Bu sukutni buzish uchun yaqinda Aysha hadini ko'rdim. Shu peti turibdi. Seni so'radi, dedim. Bu gapni anglab, Mas'udning chiroyida jonlanish paydo bo'ldi. U kulimsirab turib mandi. Shundaqmi? Ular hozir nima deykan? Yunus muallimchi? Ayol ikkaylan yaxshi kishilar edi. Bo'libmi Ayshada? Deb ko'zlarini qisib, o'tmish aslamalaridan o'sirlangandek bo'ldi. Orqadan yana yiliqi yo'g'on boshlarmi cho'ng bo'lib ketgandi-a, dedi. Ular cho'ng bo'lib ketibdi. Ayshadlarning bak uzun hikoyasi bor ekan. Anglashni xohlasang, aytib berman. Lekin meni boshqa maqsadga aytyapti deb tushunmasanglar. Aytib. Nimish qundaq tushunatdim, dedi Mas'ud. Shuning bilan Aysha Hazratining sarguzashtlarini uning so'zlab berdim. Mas'ud hikoyani anglab hayronlik ichida o'tirib ketdi. Ayshada o'z-o'zini ayblab yashab etibdi. Men bu hikoyadan ko'p narsani anqirib oldim. Qisqagina hayotda odam o'zigami, boshqalarga bak rayimsizlik qilmaslik kerak ekan. Hamma ishni o'z qalbiga tushirman desak, hammadan qo'rqadigan ishlar bo'lib qoladi ekan. Yanala ishlarning o'z iqishi bo'yicha mangani yaxshi ekan. Seningchi, dedim. Men nima deyishimni bilmadim. Ashu Yunus akini bundaq ish qilar deb zor o'ylab boqmabdi ekanman. Men ularni bu dunyodagi bir-biriga eng mos kelgan bir juftlar deb bilatdim, dedi Mas'ud. Boshqa gaplaring bo'lsa, degan men qaytib ketay. Bo'ladi. Biz paranglashayli. Lekin keyinroq. Men sana xabar qilaman. Men Mas'udni ashu holatda tashlab qaytib keldim. Keyingi qitimdagi suhbatimizdami men uningga: Mas'ud, sen bolalarimning dadisi. Men seni yaxshi ko'raman. Lekin seni qaytib kelishga zo'rlamayman. Men faqat sening baxtlik, xo'shal-xo'ram holatingni ko'rishni xohlayman. Uni nadin tepishga ko'zing yetsa, shu yerda yasha, dedim. Yana 3 oydan keyin Mas'ud uyga qaytib keldi. Ikkimizning yo'qotib qo'ygan muhabbatlik o'tmishimizmi qaytib keldi. Halima shahar ichidagi bir maktabga yo'tkilib ketdi. Men doim Mas'udga: agar men baldir o'lib ketsam, Halimani nikohingga olg'in, deydi. Afsuski, bir necha yilga bormay, rak kesili bilan Halima erining orqasidan ketib qoldi. Uning bolalarini tuqqanlari elib ketdi. Halimaning o'ziga qo'yib qo'ygandek o'xshaydigan umoq bir qizini shunchalik bequvvatligim bor edi. Ammo Mas'udni o'ng'aysiz ahvolga tushirib qo'yishdan ansiradim.
Yillarning o'tishiga ergishib, bu ishlarmi unutildi. Qizim bilan cho'ng o'g'lim oliy maktabni bitkazib, Urumchida xizmatga o'rlashdi. Kichik o'g'lim oliy maktabga o'tgan yili bizmi pensiyaga chiqib, Urumchiga ko'chib keldik. Yangi muhit, yangi do'stlar, tuqqanlar, cho'ng bo'layotgan navrlar bizning o'tgan kunlardan texim yiroqlashtirdi. Faqat anda-sanda kona albomlarni aqtirib qalsak, xizmatdoshlar qatorida o'ltirgan Halimaga bir pas qarab ketamiz. Yoki O'g'izning navqaron yoshliqi urug'ib turgan so'rtiga qarab, uning gapini qilishimiz. Shuningdek keyin ularni unutib ketamiz. Ba'zida yosh cho'ngaygancha odamning unutug'aq bo'lib qolganimi yaxshi ish ekan deb qolaman. Ayşe hadlar bilan bir mazgil izlashib turdik. Urumchiga qaytib kelgandan keyin aloqamiz uzilgan bo'lsa-mu, ularni doim aslab turdik. Bo'lib men agar ashu chaqda Ayşe hadi bilan uchrashib qolmagan bo'lsam, Mas'udga shuncha ochiq yo'ruq yuznaligidek kuchni nadin olatdim deb qolaman. Qandaqli bo'lishidan qat'iy nazar, ayni chaqda naqadar to'g'ri qilganligimni his qilaman. Men hayotimni uningsiz qandaq bo'lib ketishini tasavvur qila olmayman. Hayotimning oxirgi soatlarida uning yonimda bo'lishini, uning qo'lini tutib bu dunyo bilan xo'shlashishni arzu qilaman. 27-bob. To'liq bir kechani xiyol bilan o'tkazdim. Atiyalik choydan keyin bir pas aram elib olish uchun yotqinim esimda. Uyg'onsam soat 12 bo'libdi. Qizim bilan navram tamoqni etib bo'lib, dasturxonga qochiq qo'shiqlarni tizg'ila turibdi. Mas'ud ko'zoynagini taqab, gez xabarlarga cho'kib ketibdi. Uning tamoqdan burun gez o'qiydigan odatni zot yoqtirmayman. Bir berilib ketsa, tamoqning sovib ketishi bilan kar yo'q. Ammo to'sishni xohlamayman. Bir odam ish bo'lmaganda o'z uyida xalqini qilish kerak-da. Mas'ud qo'lni yuyib dasturxonga keldi. U menga qarab, "Bugun yaxshi uxlab oldingiz, Juma?" dedi. Qizimmi? "Tushdan keyin bozor aylanguncha yerib ketmaydigan bo'lding-a, opa?" dedi. Shu chaqda bugun qizim bilan bozorga chiqmoqchi bo'lganligim esimga keldi. Tushdan keyin qizim ikkimiz bir necha do'konni aralab, kichik bir chamadon, ayolcha yantoq boshliq yazliq oyoq, tegi sarg'ush qora chekit gullik ko'pta, gullik uzun ko'nglak va cho'ngroq ipak yog'liq setib oldik. Qizim zo'rlab oftobni to'sadigan yo'g'on ko'zoynakni oldirdi. Qizim ikkimiz har qachonqidek kiyimlarning rangini tanlashda bir pas tortishyaptik. U menga ochiq rangli kiyimlarni ilishni tashabbus qiladi. Uning qarshisicha girim bilan ochiq rangli kiyim asli cho'nglarga loyiq ekan. Yoshlar uchun bo'lsa, yoshlik go'zalligini rang bo'yoqlar orasida yo'qotib o'tish afsuslanarli ish ekan. Uning gapining to'g'ri tarafimi bor. Yoshlikdagi yaratquchidan boshqa hech kim vujudga keltira olmaydigan tabiiy go'zallikka yetadigan hech narsa yo'q. O qisqa mazgillik, shundoq tanqassiz bir go'zalligi hech qanday sun'iy rangga muhtoj emas. Aksicha so'layotgan o'ngan go'zalliklar sun'iy ranglarning muvofiq holdagi to'liqlashiga muhtoj. Ammo inson uchun o'sib yetilgan muhitning go'zallik va odat qarashlaridan olqib ketish uncha oson emas. Ana, bola ikkimiz oxiri murassa qilish yo'lini tanlab, bek ochiqmi emas, tutuqmi emas, pokiz ranglarni tanladik. Men bu tanlashdan mamnun bo'ldim. Algan narsalarimizni Mas'udmu yoqtirdi. Gugum asta-asta quyuqlashdi. Egiz binolarning orasidan kashki salqin shamol xo'rildab o'tishga boshladi. Mo'ramdan tushib qolgan nefis sharpini qayta yepinib oldim. Yumshoq tevit uchiq bilaklarimni rahat bir sezim bilan g'idiqlaydi. Sharpining qip-qizil rangi gugumda boshqacha chaqnab o'tdek ko'rinadi. Urumchining yezi mushunchiliklar. Buningdan keyin atagan oqshomlari issiqroq kiyinib olishga to'g'ri keladi.
Yana 3 kundan keyin yo'llar do'stlarimizning qadam tevishi bilan to'ladi. Ular yiroq yo'llarni besib kelib, Qizil bino oldiga bir-birlab yig'iladi. Bir-birini to'nib olganda ixtiyorsiz cho'qan silishib, quchoqlashib, yig'ilishib ketadi. Bir chaqlarda ular naqadar jushqun, naqadar go'zal yigit qizlar edi ha. Kashda telefondan Nuriyaning hayajonli ovozini anglab, men jonlanib ketdim. Qara hadiya, men 1000 so'm xajlab nima oldim bilamsan? Oltin kash. Qizlarim bilan 2 kun bozor aylanib, xuddi xiyolimdagidek oltin kashni oxir setib oldim. Yaqut ko'z qo'yilgan, poshnasimi uncha egiz emas. Shundaq dal, shundaq rahat. Oltin kashni kiyib, o'sha dramada yana bir qitim rol olgan bo'lsam-chi, deb qoldim. Sen o'gay onning rolini qoltis elib chiqqandingmi? To'g'ri deysan, shunda qilayli. Mening umrimda yana bir qitim dramada rol elib chiqish orzuyim bor. Oltin kashdagi har bir ko'rinish, har bir personaj, ularning so'zlari shundaq aniq esimda. Keram osimlar anglasimi cho'qim xo'sh bo'ladi. Voy Nuriya, sen chiroyli bo'lib qolmay, bak aqlli ekansan. Aferin sana do'stim. Hayajonlanganimdan, xo'shalligimdan Nuriya telefonni qo'yishig'la Keramga telefon qildim. Keram bu gaplarni anglab, yig'latgili tas qoldi. Men buni uning ovozining titrishidan bildim. Birdamdan keyin u: "Qara hadiya, ba'zi biz bu bir avlod nima deganda betalay kishilar deb o'ylab qolaman. Bizning ruhimiz ham jismimiz jarohatlar bilan to'lgan. Oltindek yoshlik vaqtlarimiz zoyi bo'lib ketgan. Balkim uni mangu to'ldirg'il bo'lmas. Mana endi chochlarimiz oqirib, ballarimiz bukildi. Lekin bizning ruhimiz tugishib ketmadi. Yuragimiz o'sha yillardagidekla yolqinjab turadi. Odam qiyirmaydi, ruh qiyiriydi degan gap bor. Bizning ruhimiz texi yosh. Biz oltin kash dramisini yana bir qitim o'ynab, zilzila qo'zg'aylaymiz. Yorini o'tirimizga elib, uchtashdan do'nko'rik qarab, akordionga agishib, naqsh to'lab mang'alaymiz. Kishilar bizga qarab havas qilishidi. Shundaq emasmi hadiya? dedi. Nima degan shoirona gaplar bu Keram? Mushu gaplaringni misralarga putib, saboqdoshlarga o'qib berishingni umid qilaman. Uningda chatoq yo'q. Mening o'qib beradigan yana boshqa she'rlarim bor. Sizlar meni shoir deysizlar-ku. Oltin kash romanini planlovchi Aziz Atavullah Sartekin, mas'ul muharrir Chimangul Avud, takliflik muharriri Qurbon Mahmud, mas'ul kerektori Aliya Raqib, abdori Xolida Isroil. Assalom, Oltin kash roman o'qishligini ishtiyoq bilan anglag'uvchi qadrdonlarim. Oltin kash romani o'shada oxirlashdi. Hammanglarning mushu vaqti xayrlik bo'lsin. Rahmat.